ochilish marosimida ham hozir bitta shunaqa qiziq ish qilishayotgan ekan. Hamma shu yerda hozir Avtodoktor servisida ochilish marosimida shunaqa zo'r konkurs bo'lyapti. Hozir qiz ko'rib turinglar. Hammamiz nomimizdan tilasam, menimcha xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Motor kirib keladi, ko'rib turganinglar va guvohi bo'lganinglar. Lacetti avtomobilini kapot bosdi, bo'sh hatto kapot ham yo'q. Olib kelamiz, o'rnatamiz, hamma kerak narsani ulaymiz, privetlarni ulaymiz, avtomobilni o't oldiramiz va harakatlanib to'g'riga yurishni boshlaymiz. Ana shu jarayonga Avtodoktor jamoasi qancha vaqt sarf etadi? Nima deb o'ylaysizlar? Bittada qo'yishdan yurib keta oladimi yoki kimizda o'xshaydimi? Nima deysiz? Ya bittada o'xshaydi kerak, bolalar professional. Siz nima deysiz? Yoki bittada o'xshaydimi yo'qmi? Ha, professional bolalar. Voy gapim. Bundan Men yarim soat berdim, 1 minut ishlayapti. voy gapim. Voy gapim. Hamma shotga yurgizdi. Hamma xursandligini qaranglar, hamma xursandligini. Ey gap yo, lekin. Ey gap yo.